Demak, 2023-yil ekilgan olma daraxtini olib turibman. Navi Golden Rangers. O'zingizlarga ma'lum, siyralashtirish to'g'risida juda ko'p gapiraman. Ya'ni mevalarni keyingi yilga hosil olish va bu yil sifatli hosil olishga eng katta garovlaridan bittasi, ya'ni garantiyalaridan bittasi bu mevalarni to'g'ri siyralashtirish, daraxt kuchiga qarab turib to'g'ri meva qo'yish hisoblanadi. Demak, 2023-yil ekilgan shu Golden daraxtini olib turibman. Demak, mevani siyralashtirish boshlaymiz. Golden daraxtini bilasizlar, tabiiy bu issiqqa ta'sirchan hisoblanadi. Shuning uchun birinchi o'chirda daraxt yuqori qismidagi liderda qolgan mevalarni olib tashlaymiz. Agar buni qoldiradigan bo'lsak, egilib ketishi mumkin xuddi shu usulda. Shuning uchun bularni olamiz hammasini, liderdagi tepalarni. Ya'ni baribir sifatsiz mevalar bor, mana dog'i bor. Chunki 1 yoshli yonida meva bergan bo'la. Shuning uchun shu hozir tepa tomondagi yuqoridagi hamma daraxt mevalarni olib tashlaymiz, hammasini bir tekisdan. Maqsad shu, ya'ni liderlarni, asosiy liderlar egilib ketmasligi uchun harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Baribir bular mayda daraxt mevalar. Ko'rsatasiz mana. Foydasi yo'q. Bu yerdan olamiz. Orasi zich. Mayda mevalarni olamiz hammasini. Ko'ryapsizlar? Mayda hamma mayda mevachalarni olib tashlaymiz. Maqsad sifatli meva yetishtirish, ko'p aytganimdek. Sanaymiz, taxminan bitta shoxda necha kilo meva borligini. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Taxminan 1 kilodan oshiqroq meva. Endi buni olamiz. Bitta gul to'pida bir xil razmerdagi 3 ta meva bor. Uchalasini qoldirishimiz mumkin, lekin biz nima qilamiz? Ikkita qoldiramiz. 8 ta 10 ta bo'ldi. Bu tomonda endi. Hop, maydalarini olamiz hammasini. 12 ta bo'ldi. Endi bu tomon. Bu yerda ham maydalarini olamiz. Kichkina mana ko'rsatasiz, kichkina mayda mevachalar ketyapti hammasi. 15 ta, 18 ta, 19 ta meva bo'ldi. 1 kilo meva 6 taga deb uradigan bo'lsa, taxminan 3 kilocha bor, hali tugatmadik ishni. Buni ko'ramiz. Bu yoqdan endi maydalarni olamiz. Mayda, zararlangan, har xil defekti bor mevalar hammasi olib tashlaganimiz yaxshiroq. Baribir ular bozor bopligi nolga teng. Shuning uchun olib tashlaganimiz yaxshiroq. Tashladik mana 20 bitta bo'ldi, 22 ta bo'ldi taxminan. Shu daraxt o'zida xudo xolasa 2 ta bo'lgan, 24 ta. Hali aytganimdek 6 ta mevamiz 1 kilo bo'lsa, demak 24 ta mevamiz 18 tasi 3 kilo, 4 kiloga yaqin mevamiz bor shu daraxt o'zida. Qolgan daraxtlarni ham endi ko'rsatish qilaman hozir finklaydilarni. Ya'ni bu sxema 4,5 ga 2 ekilgan 1 gektar maydonda 1100 tacha meva bor. Agar o'rtoq hisobda 4 kilodan meva urganimizda 1 gektarimizdan 4 tonna, 5 tonnaga yaqin mevamiz bor xudo xolasa. 1 gektar maydonda. Endi o'rtoq hisobda aytayapman bu sifralarni, chunki qaysidir daraxtlarda bo'ladi, qaysidir daraxtlarda kamroq bo'lmaydi, shunaqa. O'rtoq hisobda urilganda xuddi shunaqa bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.